Hazreti İsa şagirdlarga mundaq dedi. Haqiqiy üzüm teli özümdürmen. Atam Xudo bo'lsa, bog'vandir. Bog'van mendiki meyve bermaydigan har bir shoxni kesib tashlaydi. Meyve berganlarini bo'lsa, texmi ko'p meyve bersin deb tutab turadi. Sizlar tutalgan shoxlarga o'xshash bo'lib, men sizlarga yetkazgan so'zlar orqali allburun pok bo'ldinglar. Sizlar menda bo'linglar. Menmu sizlarda bo'laman. Shox talda bo'lmay turib, o'zligidan meyve berolmaydigandek, sizlarmu menda bo'lmasanglar meyve berolmaysizlar. Üzüm teli özümdürmen. Sizlar bo'lsanglar, shoxlari sizlar. Kim menda bo'lsa, menmu uningda bo'laman. Shundaq bo'lganda, u ko'p meyve beradi. Chunki Xudo yoqtiradigan har qanday ishni mensiz qilolmaysizlar. Menda bo'lmagan kishi keraksiz shoxlarga o'xshash tashlab etilib, qurib ketadi. Bundaq shoxlar yig'ib o'tqa tashlanadi. Sizlar menda bo'lsanglar va so'zlarim sizlarda saqlansa, nemini talab qilsanglar, shuningga erishsizlar. Sizlar ko'p meyve berishinglar orqali mening shogirdlarim ekaninglarni isbotlaysizlar. Bu otamga shon sharaf elib keladi. Otam meni so'yganidek, menmu sizlarni so'ydim. Mening mehr muhabbatimda bo'linglar. Agar amirlarimga amal qilsanglar, xuddi men otamning amirlariga amal qilgan va hamisha uning mehr muhabbatida bo'lganimdek, sizlarmu hamisha mening mehr muhabbatimda bo'lasizlar. Bularni sizlarga xushalligimdan bahramon bo'lsin va xushalligi to'lib toshsin deb aytdim. Mening amrim shuki, men sizlarga mehr muhabbat ko'rsatgandek, sizlarmu bir-biringlarga mehr muhabbat ko'rsatinglar. O'z do'stlari uchun jinini pido qilishdan cho'nqur mehr muhabbat yo'qdir. Sizlarga buyurgan amirlarimni ado qilsanglar, mening do'stlarim bo'lasizlar. Endi sizlarni chakar demayman. Chunki chakar xo'jayinning nima qildiganligini bilmaydi. Uning o'rniga sizlarni do'st deyman. Chunki otamdan anglaganlarimning hammasini sizlarga yetkazdim. Sizlar meni tanlag'inglar yo'q. Aksicha, men sizlarni tanladim. Men sizlarni meyve bersin hamda meyvelaringlar menga saqlansin deb tayinladim. Mushundaq meyve berganinglarda mening nomim bilan otamdan nima tilsanglar, otam shuni beradi. Sizlarga shuni amr qilamanki, bir-biringlarga mehr muhabbat ko'rsatinglar.